Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim savolga aniq javob beraman. Pasport kitobchani albatta almashtirish kerakmi? Pensionerlarga biometrik pasport kerakmi? Eski pasport bilan jarima bo'ladimi? Pensiya olishda yoki bankda muammo chiqadimi? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va hujjat ishlari bilan shug'ullanayotgan barcha oilalarga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni ovora qiladi. Kimdir hamma biometrik pasport olishi shart deydi. Kimdir pensionerga umuman kerak emas deydi. Kimdir esa eski pasport bilan hech qayerda ish bitmaydi deb qo'rqitadi. Men bugun masalani oddiy tilda, hujjatlarni amalda ishlatish nuqtai nazaridan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylari bor. Ichki hujjat bilan xorijga chiqish pasporti bir xil narsa emas. ID karta bilan biometrik pasport ham bir xil narsa emas. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka keraksiz, yugur va ortiqcha xarajatdan saqlanishga yordam beradi. Avval ko'pchilikda pasport kitobcha bo'lgan. Ya'ni ichida familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, doimiy ro'yxatdan o'tgan manzil, oilaviy holat, bolalar haqidagi yozuvlar bo'ladigan eski turdagi fuqarolik pasporti. Odamlar shu pasport bilan bankka borgan, pensiya olgan, notariusda ish qilgan, poliklinikada ro'yxatdan o'tgan, poyezd chiptasi olgan, ishga kirgan, meros masalalarini hal qilgan. Keyin hujjatlar tizimi o'zgardi. Ichki foydalanish uchun ID karta joriy qilindi. ID karta pasport kitobchaning o'rnini bosadigan shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. U plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Unda shaxsiy ma'lumotlar elektron tarzda saqlanadi. Bundan tashqari, xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport mavjud. Mana shu joyda odamlar ko'p adashadi. Biometrik pasport deganda ayrimlar ichki ID kartani tushunadi, ayrimlar chet elga chiqish pasportini tushunadi. Aslida ichki hujjat va xorijga chiqish hujjati alohida masala. Oddiy qilib aytsam, agar siz O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun hujjat kerak bo'lsa, ID karta masalasi muhim. Agar siz chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish biometrik pasport kerak bo'ladi. Pensioner odam faqat mahallasida yashab, pensiyasini olib, bank, poliklinika, notarius va ijtimoiy xizmatlar bilan ish qilsa, unga xorijga chiqish biometrik pasporti har doim ham kerak emas. Lekin shaxsni tasdiqlovchi ichki hujjati amal qilishi, yaroqli bo'lishi tizimlarda tan olinishi kerak. Asosiy savol shunday: pasport kitobcha hal qo'lda bo'lsa, uni almashtirish majburiymi? Javobni bitta jumlada aytish oson emas. Chunki bu pasportning amal qilish muddati, egasining yoshi, hujjatning holati, odamning rejalari va qaysi idorada ish qilmoqchi ekaniga bog'liq. Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi navbatda hujjatning amal qilish muddatiga qarash kerak. Agar pasport kitobchaning muddati tugagan bo'lsa, uni ishlatishda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bank xodimi sizdan shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'raydi. Notarius esa ayniqsa ehtiyotkor bo'ladi. Chunki meros, uy-joy oldi sotdisi, ishonchnoma, hadya shartnomasi kabi ishlar hujjatning to'g'riligiga bog'liq. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, notarius avval hujjatingizni yangilang deyishi mumkin. Bu uning injiqligi emas, qonuniy xavfsizlik talabidir. Ikkinchi holat, pasport kitobcha eski, yirtilgan, yozuvlari o'chgan. Rasmi odamning hozirgi ko'rinishiga umuman o'xshamay qolgan bo'lsa. Pensionerlar orasida 20-30 yil oldingi suratli pasportni olib yuradiganlar bor. Masalan, 72 yoshli otaxonning pasportidagi surat 5 yoshida tushgan bo'lsa, bankda yoki notariusda xodim shubhalanishi mumkin. U odamni tanimasligi tabiiy. Agar hujjatdagi yozuvlar xira bo'lsa, muhrlar o'qilmasa, sahifalar ajralib ketgan bo'lsa, menda pasport bor-ku deyish yetarli bo'lmaydi. Hujjat amalda tekshiruvdan o'tishi kerak. Uchinchi holat, odam pensiya, nafaqa yoki bank kartasi bilan bog'liq ish qilmoqchi. Masalan, pensioner ona pensiyasini plastik kartaga o'tkazmoqchi. Bankda yangi karta ochmoqchi yoki karta muddati tugagan, bank tizimida shaxsni identifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Agar eski pasport ma'lumotlari bazada yangilanmagan bo'lsa, bank qo'shimcha hujjat so'rashi yoki migratsiya idorasidan ma'lumotni yangilab kelishni aytishi mumkin. Bu pensionerlarga pasport majburiy almashtirilyapti degani emas. Lekin amaliy hayotda eski hujjat ko'pincha muammo tug'dirishi mumkin. To'rtinchi holat, fuqaro ko'chmas mulk bilan bog'liq ish qilmoqchi. Masalan, pensioner ota uyini farzandiga hadya qilmoqchi, meros ishlarini rasmiylashtirmoqchi, kadastr hujjatlarini to'g'rilamoqchi. Notarius va kadastr idoralari shaxsni aniq tasdiqlashi kerak.
hujjat eski bo'lsa, FISH yozilishida farq bo'lsa, tug'ilgan sanada xatolik bo'lsa, manzil eski bo'lsa, ish to'xtab qoladi. Birgina O harfi apostrof ismning lotin yoki kirilda turlicha yozilishi ham ba'zida muammo chiqaradi. Shuning uchun men ko'p hollarda katta yoshdagi fuqarolarga muhim bitimlardan oldin hujjatlarni tekshirtirib olishni maslahat beraman. 5-holat. Odam chet elga chiqmoqchi. Mana bu yerda javob aniq. Xorijga chiqish uchun ichki pasport, kitobcha yoki ID karta yetarli bo'lmaydi. Xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Masalan, pensioner onaxon Rossiyadagi farzandinikiga bormoqchi, Qozog'istonga qarindoshlariga chiqmoqchi, Turkiyaga davolanishga bormoqchi, umraga borishni rejalashtiryapti. Bunday hollarda albatta xorijga chiqish pasporti kerak. Bu pasport alohida rasmiylashtiriladi. Ichki ID karta o'rnini bosmaydi. U faqat chegaradan o'tish va chet elda shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Endi kim shoshmasligi mumkin? Agar pensioner odamning amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjati bor, hujjati yaroqli, bankda muammosiz pensiya olyapti. Notarial bitim qilmayapti. Chet elga chiqish rejasi yo'q. Hujjati yaxshi saqlangan bo'lsa, darhol hamma ishni tashlab pasport almashtirishga yugurishi shart deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin men bunday odamga ham bitta maslahat beraman. Pasportingizning amal qilish muddati, familiya ismi yozilishi, tug'ilgan sana, JSHR raqami, doimiy ro'yxat manzili tizimlarida to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'ying. Chunki muammo odatda eng noqulay vaqtda chiqadi. Real misol keltiraman. 68 yoshli ayol kishi pensiyasini yillar davomida naqd shaklda olib kelgan. Keyin pensiya kartaga o'tkazilishi kerak bo'lgan. Bankka borsa, pasport ma'lumotlari eski, bazada familiyasi boshqa imloda chiqadi. Bank yangilab keling deydi. Ayol nega endi shu yoshimda pasport almashtiraman deb ranjiydi. Aslida masala yoshda emas, tizimdagi ma'lumotlar mos kelishida. Hujjat yangilangandan keyin karta ochiladi. Pensiya o'z vaqtida tushadi. Yana bir misol. 75 yoshli otaxon uy nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga boradi. Pasporti juda eski, surat aniq emas, ro'yxatdan o'tgan, manzili eski ko'chaga yozilgan. Hozir esa ko'cha nomi o'zgargan. Notarius hujjatlarni qo'shimcha tekshirishni so'raydi. Otaxon, men shu uyda 10 yildan beri yashayman deydi. Bu gap hayotda to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ishda hujjatdagi ma'lumotlar muhim. Natijada avval migratsiya va kadastr ma'lumotlari to'g'rilanadi, keyin bitim qilinadi. Yana bir holat, 63 yoshli pensioner ayol Turkiyaga davolanishga bormoqchi. U ID kartasi borligini aytib, shu bilan chiqaveramanmi deb so'raydi. Yo'q, xorijga chiqish uchun biometrik pasport kerak. ID karta ichki foydalanish uchun. Agar chipta, viza, klinika hujjatlari, sug'urta va chegaradan o'tish bo'lsa, xorijga chiqish pasportsiz bo'lmaydi. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, pensioner bo'lsa, unga hujjat almashtirish kerak emas deyish. Bu mutlaq to'g'ri emas. Pensioner ham bankka boradi, notariusga boradi. Meros oladi, uy sotadi, kartasini almashtiradi, davolanishga chiqadi. Agar hujjat muddati tugagan yoki yaroqsiz bo'lsa, yoshidan qat'iy nazar muammo bo'ladi. Pensionerlik hujjat talablaridan to'liq ozod qilmaydi. Ikkinchi xato. Biometrik pasport olsam, ID karta kerak emas deyish. Xorijga chiqish biometrik pasporti sizning ichki shaxsiy hujjatingizning o'rnini har doim ham bosavermaydi. O'zbekiston ichida ko'p xizmatlarda ID karta yoki ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Chet el pasporti bilan ayrim joylarda shaxsni tasdiqlash mumkin bo'lsa ham, doimiy ro'yxat, elektron xizmatlar, bank identifikatsiyasi kabi masalalarda ID karta qulayroq va asosiy hujjat sifatida ishlatiladi. Uchinchi xato, menda eski pasport bor. Demak, hamma joyda qabul qilishga majbur deyish. Agar hujjat amal qilsa va qonun bo'yicha yaroqli bo'lsa, albatta u inobatga olinishi kerak. Lekin hujjatdagi ma'lumot o'qilmasa, muddati tugagan bo'lsa, surat mos kelmasa, elektron bazada ma'lumot chiqmasa, idora qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bu huquqingizni inkor qilish emas, hujjat xavfsizligi masalasi. 4-nozik jihat, JSHR raqami. Hozir ko'p xizmatlar JSHR orqali ishlaydi. Bu shaxsiy identifikatsiya raqami. Agar katta yoshdagi odamning eski pasportida bu raqam ko'rinmasa yoki tizimda biriktirilmagan bo'lsa, bank, soliq, pensiya, maykonjuz kabi xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Shu sababli eski pasport kitobcha egalarida ba'zan hujjatni yangilash nafaqat rasm yangilash, balki raqamli tizimga to'g'ri kiritilish masalasi hamdir. 5-nozik jihat, familiya o'zgargan ayollar. Ko'p onaxonlar nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin ayrim hujjatlar eski familiyada qolgan bo'ladi.
Masalan, pensiya hujjatida bir familiya, nikoh guvohnomasida boshqa yozilish. Pasportda lotincha boshqa shakl. Meros yoki mulk masalasida bu juda katta muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirishdan oldin nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, avvalgi pasport ma'lumotlari, pensiya hujjatlari bir-biriga mosligini tekshirish kerak. 6 nozik shart. Nogironligi bor yoki yotib qolgan pensionerlar. U odam o'zi bora olmasa nima qiladi degan savol ko'p beriladi. Bunday holatlarda yaqinlari migratsiya bo'limiga murojaat qilib, fuqaroning sog'lig'i sababli kela olmasligini tushuntirish kerak. Amaldagi tartiblar hududga qarab amaliy jihatdan farq qilishi mumkin. Lekin odatda bunday fuqarolar uchun alohida yondashuv, uyga chiqib xizmat ko'rsatish yoki vakil orqali dastlabki murojaat qilish imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi. Eng muhimi bora olmaydi. Demak, hujjatsiz qolaveradi deb qo'l siltamaslik kerak. 7. Nozik jihat, ishonchnoma. Farzandlar ko'pincha onamning pasportini men almashtirib kelsam bo'ladimi deb so'rashadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda. Ayniqsa biometrik ma'lumotlar, surat, imzo, barmoq izi kabi jarayonlar bo'lsa, fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinadi. Oddiy ishonchnoma bilan hamma ishni to'liq qilib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun oldindan migratsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, aynan sizning holatingizda qanday tartib qo'llanishini aniqlang. 8. Nozik jihat, xorijda yashayotgan pensionerlar. Agar O'zbekiston fuqarosi chet elda bo'lsa, pasport yoki xorijga chiqish hujjati muddati tugasa, u konsullik bo'limiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Masalan, Rossiyada farzandlari bilan yashab qolgan pensioner onaxonning pasport muddati tugagan. U O'zbekistonga qaytmoqchi, lekin hujjati yaroqsiz. Bunday vaziyatda konsullik bilan bog'lanish, qaytish guvohnomasi yoki yangi hujjat masalasini aniqlash kerak. Hujjat muddati tugashini kutib yurish eng katta xato. 9. Nozik jihat, jarima masalasi. Ko'pchilik almashtirmasam jarima bo'ladimi deb so'raydi. Men bu yerda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Jarima masalasi hujjatning muddati almashtirish uchun belgilangan talablar, yashash joyini ro'yxatdan o'tkazish, yo'qotish yoki yaroqsiz holatga keltirish kabi konkret holatlarga bog'liq. Hamma pensionerga avtomatik jarima solinadi deb qo'rqitish noto'g'ri. Lekin muddat o'tib ketgan, hujjat yo'qolgan, ro'yxatdan o'tish qoidalari buzilgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatni cho'zib yurmaslik kerak. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilasiz? Men sizga oddiy tekshiruv ro'yxatini beraman. 1-qadam. Qo'lingizdagi hujjatni ochib tekshiring. Bu pasport kitobchami? ID kartami yoki xorijga chiqish pasportimi? Hujjat turi muhim. Agar faqat eski pasport kitobcha bo'lsa, uning amal qilish muddatini, suratini, sahifalarini, muhrlarini, ro'yxat manzilini tekshiring. Agar ID karta bo'lsa, kartaning amal qilish muddatini ko'ring. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish pasportining muddati yetarlimi? Sahifalari bormi? Ism, familiya chiptadagi yozuv bilan bir xilmi? Shuni tekshiring. 2-qadam. Maqsadingizni aniqlang. Sizga hujjat nima uchun kerak? Pensiya kartasi uchunmi? Bankdan kredit yoki omonat uchunmi? Notariusda meros yoki uy-joy masalasi uchunmi? Chet elga chiqish uchunmi? Har bir maqsadda kerak bo'ladigan hujjat boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, mahalladagi ma'lumotnoma uchun bir narsa yetarli bo'lsa, notariusda mulk bitimi uchun juda aniq va amaldagi hujjat talab qilinadi. Chegaradan o'tishda esa albatta xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. 3-qadam, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Davlat xizmatlari markazi yoki hududingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan ma'lumot oling. Men doim shuni maslahat beraman. Qo'shni aytgan gap bilan emas, rasmiy idora aytgan ma'lumot bilan ish qiling. Chunki qo'shningizning holatida pasport muddati boshqa bo'lgan, siznikida boshqa. Uning manzili to'g'ri chiqqan, siznikida xatolik bo'lishi mumkin. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, ro'yxatdan o'tgan manzil bo'yicha ma'lumot, davlat boji to'loviga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har doim hammasi talab qilinadi deb bo'lmaydi. Lekin ayniqsa katta yoshdagi fuqarolarda eski ma'lumotlar mos kelmasa, qo'shimcha hujjatlar foyda beradi. Pensioner bo'lsa, pensiya guvohnomasini ham olib borish zarar qilmaydi. Chunki ayrim to'lovlar yoki xizmat tartiblarida imtiyozlar bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar hujjat egasi yura olmasa, oldindan qo'ng'iroq qiling. Onam baxtli 2 yoshda yotib qolgan, o'zi kela olmaydi.
Hujjatni yangilash kerak deb aniq tushuntiring. Qaysi ariza yoziladi? Shifokor ma'lumotnomasi kerakmi? Xodim uyga chiqadimi? Yaqin qarindosh qanday ishtirok etadi? Shuni so'rang. Ko'p odamlar avval bormasdan turib, baribir bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida bunday holatlar uchun amaliy yechimlar bo'lishi mumkin. 6-qadam. Agar xorijga chiqish rejangiz bo'lsa, vaqtni oldindan hisoblang. Masalan, siz bir oy ichida Rossiyaga boraman deb chipta olib qo'ydingiz. Keyin pasport muddati tugaganini bildingiz. Bu juda noqulay. Xorijga chiqish pasporti rasmiylashtirish, navbat, to'lov, tayyor bo'lish muddati. Chiptadagi ism familiya mosligi. Kerak bo'lsa viza yoki sug'urta masalalari vaqt oladi. Ayniqsa davolanish, umra, to'y, dafn marosimi kabi shoshilinch holatlarda hujjat tayyor bo'lmasa, katta muammo chiqadi. 7-qadam. Bank va pensiya bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Agar pensionerning kartasi ishlamay qolgan, bank yangi karta bermayapti, ma'lumot yangilang deyapti, darhol janjal qilishdan oldin sababini so'rang. Pasport ma'lumotimi? JSH20. Tug'ilgan sanami, familiya yozilishimi, ro'yxat manzilimi? Sabab aniq bo'lsa, yechim ham aniq bo'ladi. Ba'zan hujjatni almashtirish shart bo'ladi. Ba'zan esa ma'lumotni ba'zida tuzatish kifoya qiladi. 8-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa va rasm saqlab qo'ying. Men har bir oilaga maslahat beraman. Ota-onangizning pasporti, ID kartasi, pensiya hujjati, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari. Bank kartasi shartnomalari skaner yoki sifatli surat ko'rinishida alohida papkada bo'lsin. Telefon yo'qolsa, boshqa joyda ham saqlansin. Bu hujjatni almashtirishda yo'qotganda meros ishlarida juda as qotadi. 9-qadam. Hujjatdagi ma'lumotlar mosligini tekshiring. Masalan, pasportda Abdullayeva, nikoh guvohnomasida Abdullayeva, bankda Abdullayeva M, pensiyada Abdullayeva Mahuba deb turlicha yozilgan bo'lsa, keyin muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa lotin yozuvida apostrof, o harflari, y va e harf va aq farqlari ba'zan tizimlarda boshqacha chiqadi. Muhim bitimdan oldin buni to'g'rilab oling. 10-qadam. Norasmiy vositachilarga ishonmang. Men sizga navbatsiz qilib beraman. Pensionerlarga alohida biometrik pasport shart. Pulini bering, jarima chiqmasligi uchun menga bering degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Hujjat ishlari rasmiy idora orqali qilinadi. To'lov bo'lsa, rasmiy to'lov bo'lishi kerak. Sizdan ortiqcha pul so'rashsa, izoh talab qiling. Endi savolga aniq javoblarni jamlayman. Pensionerga biometrik pasport kerakmi? Agar gap xorijga chiqish biometrik pasport haqida bo'lsa, faqat chet elga chiqmoqchi bo'lsa kerak. Agar pensioner O'zbekiston ichida yashab, chet elga chiqmasa, unga xorijga chiqish pasporti shart emas. Lekin ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjati amaldagi. Yaroqli va tizimlarda to'g'ri bo'lishi kerak. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Agar hujjat muddati tugagan, yaroqsiz, eski ma'lumotlar mos kelmayapti, surat tanib bo'lmaydigan. Bank, notarius, migratsiya ishlarida muammo chiqyapti yoki siz ID kartaga o'tmoqchi bo'lsangiz, almashtirish kerak bo'ladi. Agar hujjatingiz amalda qabul qilinyapti, muddati bor, hozircha muhim rasmiy ishlaringiz yo'q bo'lsa, shoshilinch vahima qilish shart emas. Lekin oldindan tekshirib qo'yish kerak. Farzandlarga alohida aytaman, ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularni idora yurgizib qiynamang. Avval hujjatlarni uyda tekshiring. Keyin telefon orqali yoki rasmiy manbadan tartibni aniqlang. Keyin bir marta to'g'ri olib boring. Ko'p muammo hujjatning o'zidan emas, oldindan tayyorgarlik ko'rilmagandan chiqadi. Masalan, onaxon nikoh guvohnomasini uyda unutadi. Familiya farqi chiqadi. Yana qaytib borishga to'g'ri keladi. Yoshi katta odam uchun bu juda og'ir. Demak, asosiy qoida shunday: pasport kitobcha, ID karta va xorijga chiqish biometrik pasporti bir xil narsa emas. Pensionerga chet elga chiqish pasporti faqat xorijga chiqsa kerak bo'ladi. Lekin har bir pensionerning ichki shaxsini tasdiqlovchi hujjati yaroqli, amaldagi va ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Eski pasport ishlayaptimi yoki almashtirish kerakmi? Buni hujjatning muddati, holati va siz qilmoqchi bo'lgan ish belgilaydi. Siz hozir uyda ota-onangiz yoki o'zingizning hujjatingizni tekshirib ko'ring. Muddati tugamaganmi, surat mosmi, familiya to'g'rimi, JSH bormi, bank va pensiya ma'lumotlari bir xilmi? Agar chet elga chiqish rejangiz bo'lsa, xorijga chiqish biometrik pasportini oldindan rasmiylashtiring. Izohlarda yozing. Sizda hali pasport kitobcha bormi yoki ID kartaga o'tganmisiz? Pensioni ota-onangizda bank, pensiya yoki notariusda hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani ortiqcha xarajat.
navbat va asabiylashishdan saqlab qolishi mumkin.